19-kvartalda 2 xona 3 xona qilingan 50 kvadrat uyimiz remontdan chiqdi. Bitta abzorlarni ko'rsatamiz. Arinter 19-kvartal bozorchaning shuni orqasidagi 25-dom. 2 xona 3 xona qilingan. Domimizda devorlari keng, detskiy plashatkalari. Mashina qo'yishga parkovkalari ham bemalol. Uyimizda bitta abzorlarni ko'rsatamiz. Biz birinchi etaj. Podyezdlarimiz ham akkuratli holatda. Uyimizga kirishimiz, eshik ochib kelganimizda o'ng'imizda hojatxonamiz, keyingi xonamiz, xona. Sifatli jihozlarni to'ldirib qo'yamiz. Chap qo'limizda ota-onalar uchun spalniya joylashgan. Barcha ko'rayotgan mebel texnika hammasi qoladi. O'rtada zalimiz. Burada bolajonlarimiz uchun detskiy xona. Ayollarimizni sevimli xonasi ko'ramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Narxi $70,800.